Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugun mana shu do'konni bir videosini ko'rsatib qo'yaman. Nima kerak bo'lsa, nima narsalar bo'lsa narxlarigacha aytib o'taman. Yoqqanlar sakaz qissalarini chiqarib beramiz. O'sha adres Yangiobod bozorida bo'lsa, nima narsalar bo'lsa chiqarib beramiz, xudo xolasa. Ichkaridan boshlab chiqaraversak. Aka, bular nima bular? Bu ham здоровье. Bular nech pul? Narxi 1,5 million buni. Bunaqalar ko'p ekan-a? Apparatiyusli. Bular nech pul? 1,8 dan. 1,8 dan. Bunaqalari bor ekan. Bular nech pul aka? Oyoq qo'yib nima qilarkan? 2,3 million kelishtirib beriladi. 2,3 million kelishtirib beriladi. Aka hozir zaynida o'shani sekin ko'rsatib boraveraman. Nivellerlar ham bor ekan aka. Nivellerlar nech pul? Sariqlar. Teodolitlar 2,5 million, niveller 2 million. Endi mana bu aytganingiz? Bu teodolit. Teodolit nech pul bu? 2,5 million. 2,5 million. Sariq teodolit. Ha. Oxirdagi niveller. Ishlaydi-a? Ha, ishlaydi. Ishlar jo'q. Ana akamni hamma narsa topilar ekan. Mana bunaqa sovetskiy kanday podsvetkalar. Ko'pchiliklar nimaga so'rayapti-yu? Bilyard xonalarga qo'yyapti-yu, shularni kraskalab bor ekan sovetskilardan, turlaridan. Chiroylikka qo'yyapti, shunday. Boshqacha turlari ham bor ekan. Mana apparatlar ham bor ekan. Bular nech pul aka? Nima dedingiz? Bular most 62 lar. 62 lar. 1,2 ming dollar. 1,2 ming. Ayoqlar bor ekan stilbek aka, betonga. Bor aka. Men ko'p narsani otini bilmayman. Shuning uchun mana bunaqa podsvetkalar, mana bunaqa datchiklarni ko'rsatgan. Shu stalbaga chiqqani oyoq nimalar bor ekanda sizda? Bor. Belbog', Bor, poyezdlari bor. hamma narsalar bor ekan-a. Mana bunaqa chiroqlar. Mana 1,6 million deyishdi. Buni nech pul dedingiz? 1,8 1,8 dan ekan. Ana bunaqa apparat ham bor ekan, nima? Massaj. O'sha grija bo'lgan akalarga. Bular nech pul edi mana? Stol 1,2 million. Oyoqda qo'yib ko'tarasiz, osilasiz o'sha grijalarga doktorlar buyuradi, shunaqalarda. 1,2 million deyishim. Motosikl 500 ming dedingiz-a? O'yinchoq shu bolalarga. Bu nima ekan endi? Mana nima aka? Bu apparat nima vazifani o'taydi? Bu bochkalarda suvni uruvinni ko'radi, yonqislarda. Nech pul bu? Nech pul bu? 500 mingdan. 500 ming. Ikkita krani, tepa pastida krani bo'ladi. Bu o'sha zanzimlikni o'lchaydigan apparat ekan. Buni 1 million qancha dedingiz? Buni narxini esan chiqib qoldi. 1,2 ming. 1,2 ming. Mana bunaqa apparatlar bor ekan, akkumulyatorda. O'sha nimasini ichidagi bonkasini o'lchaydigan. Stol lampalar. O kanday bor ekan. Kanday ishlatilmagan, yangi ekan. Ichlarni ham o'tgan safar ochib ko'rdik. Holati yaxshi, yangi ekan. Kanday nech pul dedingiz? 8 ming kanday. Shu yangi. Polvon toshlar 16 kilolik. 250 ming. Ana bunaqa chiroq mashina. Kandaymi? Bochkalar nech puldan bu? Suv turganmi? 600 ming. 600. Eski ekan bu ham. Termiz, anaqaniki, voyenniy termiz. Ha, voyenniy termizmi? Termiz ekan. Mishoklar 2,5 milliondan.
Shu birinchi chiqqanlardan. Holati yumshoq. Mana shu manto'ri akalarga kampilik belbog'i. Ayollar ham bor ekan. Mana ayollardan ham bor ekan, olib qo'yishibdi. Xullas, nima zapchast kerak bo'lsa aytaverasizlar. Asha telefonda bor. Zapchastlar to'g'ri beriladi. Bu toshlar 1 milliondan ekan, 30 kilo. 1 milliondan deyishdi. Aytaverasizlarki 91lik 229.61. Dastavka qilib chiqarib beramiz. Liboy joyga. Nima kerak bo'lsa.